Yo'qsizlik kundan kunga ko'payayotgan bugungi Uyg'ur jamiyatimizda atrofimizdagi qiyinchiligi va qarindoshlarni ko'rgan vaqtimizda koshki ko'p pulim bo'lgan bo'lsa yoki boy bo'lgan bo'lsam, ularga albatta yordam qo'limni sunatdim deb ko'pinchimiz o'ylagan bo'lishimiz mumkin. Amaliyotda muhtojlarga yordam qilish uchun ko'p pulimiz bo'lishi shart emas. Har bir odamdan talab qilingani faqat o'zining qo'lidan kelganini qilish. Biz faqat nafsimizdan ozroqla kurash qilib, yigimiz kelgan, ichkimiz kelgan, kiyigimiz kelganning hammani setib olmay, shuningdan ozroq voz kechib, shuning pulisini otsaqmi, nurg'un yaxshiliklar vujudga chiqadi. 17-asrda Xayruddin ismli bir odam masjid silishni planlabdi. Ammo bu odam namrat bo'lg'achqa, masjidga ketarlik pul yo'q. Ketarlik pulni to'plash uchun o'zining nafsiga jang e'lon qildi. Ya'ni bozorlarda, yo'llarda nima yegisi kelsa, yegandek bo'ldim deb shu yegisi kelgan narsaning pulisini bir sanduqqa tashlabdi. Bu odam mushu holatida 20 yilni davomlashtiribdi. 20 yil to'shgan vaqtda sanduqni ochgandan keyin oddiy bir masjid sog'idek pul to'planibdi. Shuning bilan bu odam mushu pulga oddiy bir masjid bino qildi. 300 yildan beri bu masjid bir qancha qatim vayronchilikka uchragan bo'lsa-mu, bu odamning hikoyasini anglagan kishilar bu odamdan ta'sirlanib, bu masjidni remont qilib, ismini Sanki yedim, yegandek bo'ldim deb o'zgartgan. Bu masjid hali ham Istanbulning Fatih rayonida mavjud. Demak, xayr-saxovat va sadiqada e'tiborga ilinadigan, uning ko'p yoki ozlik emas, nafsimizning qanchalik kichalganligimizda. Ko'nglimiz tatganning hammani setib olish bizning dinimizda isrof deb e'tiborga ilinadi. Payg'ambar alayhissalom bir zaif hadisda "Minas-sarfi an ta'kula kullama ishtahayt." Ko'ngling tatganning hammani yeyishing isrof qatori degan. Bu hadisni Umar radhiyallohu anhuning bir so'zini kuchlantiradi. Abdullah ibn Jabir radhiyallohu anhu bir kunisi uyiga go'shilib ketibsa, Umar radhiyallohu anhu yo'lda uchrashib qoladi. Umar radhiyallohu anhu Abdullah ibn Jabirdan "Qo'lingdagi nima?" deb so'raydi. Abdullah ibn Jabir "Go'shilgim kelib uyga go'shapman" deganda, Umar radhiyallohu anhu "Sen ko'ngling tatgan narsaning hammasini setib olamsa, Alloh taolaninki sizlar lazzatlaringlarni hayoti dunyoda bahramand bo'lib tugatdinglar" degan bu so'zidan qo'rqmamsa degan. Payg'ambar alayhissalomdan eng yaxshi sadiq qaysi deb so'ralgan vaqtida Payg'ambar alayhissalom o'zing sog' salomat, ya'ni mol dunyoga herisman, boylikni umid qilib, kambag'allikdan qo'rqib turgan holatingda qilgan sadiqa eng afzal sadiqa degan. Pul ko'payganda, boyog'anda balkim ko'pincha odam sadiqa qila olishi, yaxshilik qila olishi mumkin. Ammo hozirgi holatimizda qiyinchilik atrofimizni qoplagan paytda o'zimizning nafsimizdan kechib, yegimiz vodini yemay, ichkimiz vodini kechib, o'zimizning qiyinchilik qilgan kishilarga berganligimiz bizning bu nafsimiz bilan qilgan kurashda g'olib kelganligimizning bir ifodasi. Qilgan yaxshiligimiz va sadiqamiz nafsimizning qanchalik darajada kichib berganligimiz, qanchalik ixlos qilganligimiz qarab turib meva beradi. Dangliq saxovatchilarning tarixiga qarab baqadigan bo'lsaqmi, ularning ko'pinchisi namrat vaqtidan tortib oz miqdorda bo'lsa-mu saxovatni davomlashtirgan kishilar. Shuning uchun o'zimizni oz bo'lsin, ko'p bo'lsin saxovatga odatlantirishimiz kerak. Garchi bizning ko'nglimiz tatgan narsadan voz kechib qilgan sadiqamizning miqdori oz bo'lsa-mu, Allohning nazarida e'tiborga ilinadiganini, bizning nafsimizning qanchalik darajada kechalganligimiz, nafsimiz ustidan qanchalik darajada g'alaba qila olganligimiz. Shuning uchun bir narsa yegimiz kelsa yoki ichkimiz kelsa yoki yangi kiyim kiygimiz kelsa, yegandek bo'ldim, ichgandek bo'ldim, kelgandek bo'ldim degan ideya bilan o'zimizda xayr-saxovat ruhini yetildirishni va o'zimizni xayr-saxovatga odatlantirishni tavsiya qilaman.